Bugun yana oltin tilla narx-navolarni ko'rsatib o'taman. Urganch Dekkan bozor so'mda, ikkinchi etajında so'm. Har xil tillalar bor, yuzuklar bor, sepishchalar bor. Shular nima deb aytiladi, bular? Kulon deb aytiladi. Чистый so'm oltin bo'laymi? Ha, so'm oltin, qoshsiz. Dorika model deb aytiladi. Necha so'mdan, gramini necha so'mdan butib tushadi? Arzulaning boshlanadi 2,5 milliondan. 2,5 milliondan boshlanadi ekan. Yuzliklaringiz necha so'mdan butibdi? Yuzliklar 1 milliondan boshlanadi, rossiyskilar. 1 million so'mdan boshlanadi, boshlanish bahasi. Bu oyoqlari ustidan uni brilliant qo'yilgani bang? Yo'q, bular brilliant emasmi? Ha. Sepishchalaringiz necha so'mdan butibdi bular? 2,5 milliondan. 2,5 milliondan. Yuzliklar Komplektlarimiz 6 milliondan boshlanadi bular. 6 milliondan. Gelmesi su. Urganch so'mda ikkinchi etajda yana 91-do'konda yana tilla narxlari. 91-do'kon. Do'stlar, bugun yana Urganch Dekkan bozorida so'mning ikkinchi etajida tilla narx-navolarini ko'rsatib o'taman. Mesela tanıştırıp özseniz ise tilla narx-navolar. Assalomu alaykum. Tilla narx-navoları ya çıkıp birjamızda ya tushib turibdi. 1 milyon 100, 1 milyon 150 chiqilib har xil o'ynab turibdi. Gramini. Ha, gramlar. Şimdi mesela mana shu yuziklarim seni görünüşü hem chiroyli, ajoyib 2 gram ina 2 milyon 200 ming. 2 milyon 200 ming, shu durishina. Shu durishi narxi. Lekin emas. Geliştirip anlatmam beramiz. Mesela mana bu yuzuklarimiz qo'yina chiroyli. Yani. 1,5 milyon. Ha, 1,5 milyon. Lekin qimmat emas. 1 milyon 300'liklar bor, 1 milyon 200'liklar bor. Chiroyli. Necha isterasiz ki 585 probada. 103-chi do'kon, magazinimizga kelavering. Bahalarni narsani qarab hozir bitta sal oshib turibdi-mi? Bahalar ko'tarildi, tilla narxlari. Tilla narxlari oshdi hozir. Yo'q, havo sal oshdi. Havo sal oshdi. Balki men ham tushishim mumkin, tushsa yana ham olaverasizlar. Har xil turdagi yuzak sirg'alar bor, komplekt. Sepishkalar ham bor, Sepishkalar ham bor. To'y uchun ham bor, galinlar uchun sepishkalar. Galinlar uchun. Sepochkalar. Galinlar uchun, to'y uchun shu komplektlarni necha so'mdan butib? Sirg'a 102 bilan. Sirg'a yuziklarini 8 milyon 8 milyon şu üçüne şu duruşu silikon 8 milyon ay. 8 milyon komplekt üçüne sırga 102 bilen bir yani. Her xil ondan qimmat emas kelinlarimiz yana. 5 milyonluklar ham bor, 3 milyonluklar ham bor. 3 milyonluklar ham bor ekan yana. Agar arzon raqamni olaman desa, arzonroq desa 3 milyonluklar ham bor. 5,5 milyonluklar bor. Har xil narx-navolar. Endi sirg'alarni beraveramiz. Yoqsa, o'zim olaman desa. Yangi tarafi, so'mni toza tarafi ochildi. Bu yerdan girsangizlar, bu yerdan Nechanchi magazin edi bu? 103-chi magazin yana. Tilla narx-navolar. Toza so'mni orqa tarafidan, bu yerdan dehqonlar naslidagi avtobus. Bu toza ochilgan tarafdan ham girib kelsa bo'ladi-ku. Toza ochilgan tarafi bir toza. Ha, bir toza ochildi bu yerning yuzi. Bir toza ochildi. Ana orqadan girib kelsangizlar ham, bu yerdan girib kelsangizlar ham yana 103-chi do'kon. Gelaverasizlar. 50-55, bu yerdan 80-90 100 derler. Toza magazinlar. Sepishkalar ham bor ekan, sepishkalarni. Sepochkalarimiz ham bor. Hozir qattiq. Sepochkalar ham, yuzuklar ham mana hammasini kelishtirgan vaqt. Baholar kelishiladi-ku, kelaverasiz. Baholar kelishiladi. Bir 103-chi magazini, tilla magazini. Gold Chain. Kelaversa. Urganch
Sun'un ikinci etajında joylashgan edi.